Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda to'yingan uglevodorodlarning yana bir asosiy muhim sinflaridan hisoblangan sikloalkanlarni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, sikloalkanlar o'zi nima? Biz siz bilan yaqinda alkanlar mavzusini o'tib tugatdik. Alkanlar va sikloalkanlar, ular orasida qanday farq mavjud? Agar so'z tarkibiga e'tibor qilsangiz, alkanlarga nisbatan sikloalkanlarda siklo ortiqcha old qo'shimchasi mavjud. Siklo so'zini tushundingizki, sikl so'zidan olingan bo'lib, halqa degan ma'noni anglatadi. Demak, xulosa keladiki, alkanlar, masalan, normal pentanning struktura formulasini yozgin deyilsa, siz 5 ta uglerodni ketma-ket qilib yozib qo'yasiz. Endi sikloalkanlarda 5 ta uglerodni ketma-ket qilib emas, ularni bir-biriga uchlarini tutashtirib, halqa qilib yozish kerak bo'ladi. Demak, shunga asosan ta'rif quyidagicha bo'ladi. Umumiy formulasi CnH2n bo'lgan tarkibida halqa tutuvchi to'yingan uglevodorodlarga sikloalkanlar deyiladi. Endi bisiklik, monosiklik birikmalar bor. Formula umumiy qilib soddasini yozdik. Endi e'tibor qiling, formulaga mos ravishda bir nechta misollar ko'rib ketsak. Agar mana shu n ning qiymati 4 ga teng bo'lsa, C4 H10 deb yozib qo'ymaymiz, shoshib alkan emas bu, 2n bo'lsin deyildi. Demak, vodorod 8 ta bo'ladi. Xo'sh, bu moddaning struktura formulasi qanday tuziladi? Uglerodlar soni 4 ta bo'lganligi uchun uzun qilib 4 ta yozib qo'ymasdan mana bunday halqa ko'rinishda yozish to'g'ri bo'ladi. Vodorodlarni yozib qo'yamiz. Agar uglerodlar soni 5 ta bo'lsa, mana bunday 5 burchakli halqa hosil qilinadi. Yoki 6 ta uglerod atomi bo'lganda. Demak, 6 ta uglerod atom bo'lganini ham tushundingiz, 6 burchak ko'rinishda yozib oldik. Endi savol tug'iladi. Alkanlarning dastlabki vakili bu metan edi. Ya'ni tarkibida bitta uglerod atomi mavjud. Xo'sh, sikloalkanlarning dastlabki vakili qanday bo'ladi? Sikloalkanlarning dastlabki vakili 4 dan boshlanadimi, 5 danmi yoki 1 danmi? Biz aytdikki, sikloalkanlar halqa bo'lsin dedik. Demak, bitta uglerod atomdan halqa qilib bo'lmaydi. Endi ikkita uglerod atomidanchi ikki burchakli halqa mavjud emas. Demak, eng sodda sikloalkan bu uchburchakli, ya'ni siklopropan hisoblanadi. Demak, sikloalkanlar uglerodlar soni 3 ta bo'lgan vakilidan boshlanadi. Mana shunday ko'rinishda. Xo'p, tushungan bo'lsangiz e'tibor qiling, mana bunday tartibda yozish har doim ham qulay bo'lavermaydi. Ya'ni uglerodni yozish, vodorodni yozish juda ham noqulay. Mana shu strukturalarning o'rniga quyidagicha struktura formulalar taklif qilingan. Masalan, mana bu siklopropanni oddiygina qilib uchburchak ko'rinishda tasvirlab qo'ysangiz, hamma tushunadiki, demak bu siklopropan. Yoki mana bu modda siklopentan. Agar tushungan bo'lsangiz, ushbu moddalarning nomlarini yo'l-yo'lakay ham aytib ketdim. Ya'ni esingizda qolish uchun takroran yozib chiqaman. Uglerodlar soni 3 ta bo'lsa, biz alkanlarda propan der edik. Sikloalkanlarda old qo'shimchasini qo'shib, siklopropan deb ataymiz. Keyingisi siklobutan. Siklopentan va siklogeksan.
Endi e'tibor qiling. Sikloalkanlar ba'zan bunaqa ko'rinishda, ba'zan yig'ma ko'rinishda, ba'zan uglerodlarni va vodorodlarni ifodalamasdan oddiy ko'rinishda yozilar ekan. Xo'p, demak sikloalkanlarning bildingiz dastlabki vakili bu siklopropandan, oxirgi vakili siklogeksanmi deyilsa yo'q. Halqalar ochilib kattalashib boraveradi. Xo'p, sikloalkanlarning yana boshqa nomlariga e'tibor qiling. Sikloalkanlar ba'zan sikloparafillar deb ham ataladi. Bu nom sizga tanish va tushunarli bo'lsa kerak. Chunki alkan so'zining ikkinchi nomi parafin edi. Siklo alkanni o'chirib parafin deb yozib qo'yilgan xolos. Keyingi nomi naftenlar deb ataladi. Chunki sikloalkanlarning aksariyati rus olimi Markovnikov tomonidan neft tarkibida topilgan va naftenlar degan tarixiy nomni saqlab qolgan. Bundan tashqari, sikloalkanlar polimetilinlar deb ataladi. Xo'sh, nega bunday deyiladi? Esingizda bo'lsa, biz bundan avvalgi darsda aytib o'tgan edikki, mana bu radikalning nomi metilin deb. Metilin radikali. Endi e'tibor qilsangiz, metilindan kam emas mana. Mana shu moddani o'zida 3 ta metilin gruppasi bor. 1, 2, 3. Trimetilin, tetrametilin, pentametilin, geksametilin va hokazo shu tartibda ketadi. Demak, polimetilin deyilish sababini tushundingiz. Bundan tashqari yana bitta ajib nomi borki, siklanlar. Eslab qolishingiz uchun aytamizki, sikloalkanlarni erkalatib siklanlar deyishadi. Xo'sh, endi sikloalkanlarning eng katta vakili siklogeksanmi deyilganda yo'q dedik. Xo'sh, unda qanday bo'ladi? Sikloalkanlar odatda mana bunday tarzda ham ifodalanadi. Tushungan bo'lsangiz kerakki, mana CH2 gruppidan entasi o'zaro halqa bo'lib joylashgan. 5 burchak, 6 burchak, 7 burchak, 8 burchak va hokazo kengayib ketadi. Xo'p, sikloalkanlarga kirish qismini tushungan bo'lsangiz, endi ularning nomlanishi va izomeriya hodisasini ko'rib chiqamiz. Endi sikloalkanlarning nomenklaturasi va izomeriyasi bilan tanishib chiqamiz. Nomenklaturasi deyilganda sikloalkanlarning nomlanishi nazarda tutilgan. Lekin dastavval nomlanishidan avval izomeriyasini tahlil qilib chiqsak, nomenklaturasini yo'l-yo'lakay o'rganib ketamiz. Esingizda bo'lsa, alkanlar sinfida izomeriya hodisasi butandan boshlanar edi. Bu sinf vakillarida ham uglerodlar soni 4 ta bo'lgan vakili, ya'ni siklobutandan boshlanadi. Xo'p, siklobutanning barcha izomerlarini yozish uchun nima qilamiz? Dastavval uglerodlar soniga e'tibor qilamiz, 4 ta. Demak, 4 ta ugleroddan iborat bo'lgan halqa chizib olamiz, ya'ni 4 burchak ko'rinishda ifodalaymiz. Bu siklobutanning birinchi izomeri. Ikkinchi izomerini hosil qilish uchun mana shu halqadagi uglerodlar sonini bittaga kamaytirib, 3 burchak holatida ifodalab olamiz mana. Ortib qolgan bitta uglerod atomini mana shu uchala uglerodlardan birortasiga radikal sifatida joylashtiramiz. Endi hammaga tushunarli bo'lish uchun vodorodlarni qo'yib chiqamiz. Xo'p, e'tibor qilgan bo'lsangiz, mana uglerodlar soni 4 ta. Vodorodlarni qo'shib chiqsangiz 2 + 2 + 2 va yana 2, demak 8 ta. Aynan mana shu formulaga mos keladi. Mana bu birikmani ham qarasangiz, uglerodlar soni 1, 2, 3, 4 ta. Vodorodlar soni esa 8 ta. Demak, bu ham aynan umumiy formulasi mana shunday bo'lgan birikmadir. Demak, bular o'zaro izomerlar hisoblanadi. Endi bu moddalarning nomlanishiga e'tibor qilib chiqsak. Bu birinchi izomer hech qanday tarmoqlanishga ega bo'lmaganligi sababli normal yoki oddiy qilib siklobutan deb ataladi. Navbatdagi izomerini nomlash uchun dastavval asosiy zanjirni tushunib olishingiz lozim. Asosiy zanjir mana halqa hisoblanadi. Halqada 3 ta uglerod atomi bor va bir raqami aynan radikal birikkan uglerodga qo'yiladi. 2 yo chapdan yo o'ngdan ahamiyati yo'q mana. Chunki asosan bu moddaning nomi 1 metil siklopropan yoki metil siklopropan desangiz ham bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu moddalarni har ikkalasini ham uglerodlarni, ham vodorodlarni yozib oldik. Lekin odatda sikloalkanlarning na uglerodi, na vodorodi ifodalanadi.
Masalan, birinchi modda mana bunday ko'rinishda ifodalansa, qulay va to'g'ri bo'ladi. Mana ikkinchi moddaga e'tibor qiling. Burchak ko'rinishda ifodalanib, tepasidan metil birikkanligi mana bunday ko'rinishda ifodalanadi. Siz mana shunday holda aynan mana bu burchak qismida, mana bu burchak qismida va bunda nimalar borligini bilishingiz lozim. Masalan, mana bunda CH borligini, bunda CH2 borligini sezib tursangiz kifoya qiladi. C4 H8 tarkibli sikloalkanning jami ikkita izomeri mavjud ekan. Navbatdagi sikloalkanga, ya'ni siklopentanga o'tamiz. Bu moddaning izomerlarini yozib chiqish uchun yana dastal avval uglerodlar soniga e'tibor qilamiz. 5 ta bo'lganligi sababli 5 burchak ko'rinishda sikloalkanni ifodalab olamiz. Bu siklopentandir. Navbatdagi izomerini hosil qilish uchun uglerodlar sonini ushbu halqadan bittaga kamaytirsak, 4 burchak hosil bo'ladi. Har bitta burchagida uglerod atomi bor va bitta uglerod atomi ortib qoldi. Shu ortib qolgan uglerod atomini mana shu halqaning birorta bir burchagiga metil ko'rinishda biriktiramiz. Mana biriktirdik. Endi bu moddaning nomi qanday bo'ladi? Yuqorida aytib o'tganimizdek, radikal birikkan uglerod, mana halqadagi radikal birikkan uglerod birinchi uglerod deb qabul qilinadi. Mana bu 1, 2, 3, 4. Shunga asosan bu moddaning nomi 1 metil siklobutan yoki shunchaki metil siklobutan desangiz ham bo'ladi. Bundan avvalgi moddani ham nomini yozmay ketgan edik, shuni ham ifodalab ketamiz. Bu shunchaki oddiygina siklopentan deb qo'ysangiz bo'ladi. Siklopentanning 3-izomeriga o'tamiz. 3-izomerni hosil qilish uchun diqqat qiling, mana bu metil radikalini ikkinchi uglerodga qo'yamiz deb adashib ketmang. Agar bu metil radikalini mana bu joyga qo'ysangiz, mana bu uglerod atomi ikkinchi emas, yana birinchi bo'lib qoladi. Chunki biz aytdikki, radikal yopishgan burchagi 1 deb sanaladi. Mana bu 1 deb 2, 3 qilib aylantiriladi. Shu sababli pastga qo'yishdan manfaat yo'q. Halqani yana bittaga kamaytiramiz. Mana 3 burchak qilib yozib oldik. E'tibor qiling, mana shu joyda bitta qoida mavjud. Bizda ortib qolgan uglerod atomlar soni 2 ta. Ya'ni umumiy atomlar 5 ta bo'lish kerak edi, uglerod atomlari biz 3 tasini yozdik, 2 ta ortib qoldi. Shu ortib qolganda nima qilamiz? Dastavval 2 ta ugleroddan tashkil topgan etil radikalini ifodalab olamiz. Tushunarli bo'lish uchun mana vodorodlarni ham yozib qo'yaman. Bu moddaning nomi etil siklopropan. Endi 4-izomeriga o'tamiz. Buning uchun uchburchakligini saqlab qolgan holda navbatdagi qoidaga e'tibor qilasiz. Bizda 2 ta uglerod atomi ortib qolgan. Dastavval bu 2 ta uglerod atomidan foydalanib etil qildik. Endi mana shu 2 ta uglerod atomini 2 ga parchalab, ya'ni maydalab, bitta uglerod, ya'ni metil qilib olamiz. Ikkita metil qilib olamiz. Bu 2 ta metilni dastavval mana shu birinchi uglerod atomiga mana bunday ko'rinishda biriktiramiz. Xo'sh, endi bu moddaning nomi qanday bo'ladi? Mana shu radikallar birikkan qismini 1 deb qabul qilamiz. 2, 3. Shunga asosan bu moddaning nomi 1 metil, yana 1 metil, 1 dimetil siklopropan bo'ladi. 5-izomeriga e'tibor qiling. 5-izomerida yana 3 burchak holida tasvirlaymiz. 2 ta ortib qolgan uglerodni avval bir-biriga qo'ygan bo'lsak, endi 1 va 2 ga joylashtiramiz. Mana bittasini birinchi uglerod, keyingisini ikkinchi uglerod desak, bu 3 bo'ladi. Shunga asosan bu moddaning nomi 1 metil, yana 2 metil. Shu sababli 1, 2 dimetil siklopropan bo'ladi. Agar bu moddaning 6-izomerini yozib ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu metilni bu tomonga surishingizga to'g'ri keladi. Lekin baribir 1, 2 bo'lib qolaveradi. Chunki mana buni 1 desangiz, metil bu yoqqa o'tganda buni 2 deymiz va yana 1, 2 dimetil siklopropanligini saqlab qoladi. Demak, siklopentanning bor yo'g'i 5 ta izomeri mavjud ekan. Xo'p, yana bir umumiy xulosa tariqasida eslatib o'tamiz. Sikloalkanlarning izomerini yozish uchun dastlab uglerod soniga qaralib, shu uglerod soniga teng bo'lgan burchak chizib olinadi. Mana 5 burchak chizib oldik. Bundan keyingi izomerni hosil qilish uchun bittaga kamaytirdik va ortib qolgan uglerodni metil ko'rinishda ifodaladik. Halqani yana bittaga kamaytirdik, 3 burchak qilib
ikkita uglerod ortib qolganligi uchun avval mana shuni o'zini yozdim. Mana. So'ngra mana bu ikkita uglerod atomini ikkiga maydalab, parchalab, ikkita metil ko'rinishda ifodaladim. Avval 1-1 ga joylashtirdim. So'ngra 1-2 ga joylashtirdim. E'tibor qiling, mana shu joyni tasavvur qilish uchun mana shu nuqtada nima bor? SH mi, S mi yoki nima? Tasavvur qilishingiz uchun mana yozib ketaman. Mana shu burchagida uglerod 4 valentli bo'lib ulgurgan, shu sababli vodorod qo'yilmaydi. Ko'pchilik demak har bitta burchakka ko'plab radikal qo'yish mumkin ekan deb, masalan 3 talab radikal qo'yib qo'yish mumkin, fundamenti yo'q. Endi boshlagan o'quvchilarimiz. Bunda muammo bo'lmasligi uchun mana chizib berdik. Agar tushungan bo'lsangiz, ushbu topshiriqqa e'tibor qiling. S6H12 tarkibli sikloalkanning barcha izomeralarini yozing va xalqaro nomenklatura asosida nomlang deyilgan. Albatta yozganda fazoviy izomerlarni hisobga olmaysiz, ya'ni mana biz qanday o'rgatgan bo'lsak, xuddi shu uslubda yozasiz. Hoziroq pauza tugmasini bosgan holda barcha izomerlarni yozib, xalqaro nomenklatura asosida daftaringizga nomlab yozib qo'ying. So'ngra nechta izomer chiqqanligini video ostidagi izohlarda qoldiring va albatta biz to'g'ri yoki xatoligini aytib, videoning darsning keyingi qismiga o'tamiz. Yuqorida biz sizga S6H12 tarkibli sikloalkanning barcha izomerlarini yozing deb aytgan edik. Agar yozib bo'lgan bo'lsangiz, to'g'ri yoki xato yozganligingizni tekshirib chiqish uchun ushbu moddaning barcha izomerlarini keltirib o'tamiz. Xo'p, birinchi izomerni hosil qilish uchun albatta uglerodlar soniga mos ravishda 6 burchak chizib olamiz. Bu moddaning nomi sizga tanish, siklogeksan deb ataladi. Keyingi izomerga o'tamiz. Endi asosiy zanjir halqadagi uglerodlar sonini bittaga kamaytirib, 5 burchak hosil qilib olamiz. Ortib qolgan bitta uglerod atomini radikal sifatida beramiz mana. Bu moddaning nomi oson bo'lganligi uchun hozircha yozib o'tirmaymiz. Metil siklopentan deb ataladi. Navbatdagi 3-chi izomerga o'tamiz. 3-chi izomerda hozir mana bu metilni mana bu qismga qo'ysangiz ham metil siklopentan, bunga qo'ysangiz ham metil siklopentan yoki 1 metil siklopentan deb aytilaveradi. Shu sababli 5 burchakni yana qisqartirib 4 burchakli holatga o'tkazishimiz lozim bo'ladi. Xo'p, e'tibor qilgan bo'lsangiz mana 4 burchak chizib oldik. Bunda 4 ta uglerod atomi bor. Bizda umumiy atomlar soni 6 ta uglerodniki, demak 2 ta uglerod atomi ortib qoldi. 2 uglerod atomini dastavval etil ko'rinishda yozib olishimiz lozimligini aytib o'tgan edik. Demak, etil siklobutan bo'ldi. Navbatdagi 4-chi izomerga o'tamiz. 4-chi izomerda ham halqani 4 burchakligini, ya'ni 4 ugleroddan iborat ekanligini saqlab qolgan holda faqat mana etilni endi 2 ga bo'lib metil-metil qilib yozamiz. Esingizda bo'lsa, siklopentan izomerlarni yozganda metillarni bitta uglerodga qo'yishdan boshlagan edik. Bu moddaning nomi ham oson, mana bu birinchi uglerod atomi hisoblanadi. Shu sababli 1-1 dimetil siklobutan bo'ldi. 5-chi izomerga o'tamiz. Bilasizki, 1-1 dimetildan so'ng 1-2 kelishligi lozim. Ya'ni mana bu uglerod atomi 1 bo'lsa, bunisi 2 bo'lsa, mana 1 metil, 2 da ham metil bor. 1-2 dimetil siklobutan bo'ldi. 6-chi izomerga o'tamiz. Tartib bo'yicha 1-2 dan so'ng 1-3 kelishligi kerak. Mana birinchi uglerod atomiga metil qo'ydik, so'ngra 3-chi uglerod atomiga metil qo'ydik. Ya'ni mana 1 2 3 1-3 dimetil siklobutan bo'ldi. Endi e'tibor qilsangiz, bir to'r qilib bo'lmaydi, ya'ni mana bu metilni bu joyga o'tkazsangiz baribir 1-2 bo'lib qoladi. Shu sababli 4 burchakli, ya'ni siklobutanli izomerlar tugadi. Endi 7-chi izomerda uglerodlar zanjirini, mana halqadagi uglerodlar sonini bittaga kamaytirib, 3 burchak holida ifodalab olamiz. Xo'p, endi e'tibor qiling, mana shu holatda umumiy uglerodlar soni ayni paytda 3 ta. Bizda 6 ta bo'lish kerak edi. Ya'ni 3 ta uglerod atomi ortib qolgan. Esingizda bo'lsa, qoidaga binoan avval 3 ta uglerodli radikallarni yozamiz. So'ngra bu 3 ta uglerodni 2 ta qismga ajratib,
etil va metil qilib olamiz. So'ngra bu 3 ta uglerodni 3 ta metil ko'rinishida tasvirlab olamiz degan edik. Demak, 3 ta ugleroddan iborat bo'lgan radikaldan boshlaymiz. Buning nomi siz bilasizki, propil. Propil siklopropan. 8-chi izomeriga o'tamiz. Xo'p, endi 3 ta uglerod saqlagan, ya'ni mana shu holatdagi radikallar esingizda bo'lsa 2 ta edi. Ya'ni propil va izopropil. Endi navbat izopropilga. Izopropil siklopropan bo'ldi. Navbatdagi 9-chi izomer. Mana asosiy zanjirda 3 ta uglerod qildik halqada. Endi mana bu 3 talik ugleroddan tashkil topgan radikallarning boshqa varianti yo'q. Endi mana buni 2 ga bo'lib etil va metil holatida ifodalaymiz. Demak, mana 1. Bu birinchi uglerod atomi, 2, 3. Bu moddaning nomi tushunarli bo'lishi uchun yozib ketamiz. Demak, radikallarni mavqei bo'yicha aytmoqchi bo'lsak, birinchi metilni, so'ngra etilni aytamiz. 1 metil, 1 etil, halqa uchburchak bo'lganligi sababli siklopropan deyiladi. Navbatdagi izomerga o'tamiz. 10-chi izomer. Bu 10-chi izomerni hosil qilish uchun mana shu metil va etilligini va uchburchakligini saqlab qolamizda 1 1 bo'ldi. Mana 1 metil, 1 etil. Endi navbat 1 2, 1 3 va hokazo shu tartibda ketamiz. Mana birinchi uglerodga metil yozdim, ikkinchisiga etil yozamiz. Endi o'ylab ko'ramiz. 1 2 ga mana yozdik. 1 3 ga yozish mumkinmi deb? Albatta mumkin emas, chunki agar mana bu etilni bunga qo'ysak 1 2 bo'lgan bo'lsa, mana bunga qo'ysak ham 1 2 bo'lib qoladi, chunki nomerni 1 2 qilib bu yoqdan qo'yiladi. Demak, 1 3 yo'qligi sababli endi navbat mana bu holatga o'tamiz. 11-chi izomer. Xo'p, endi uglerodlarni 3 ta metil holatda ifodalaymiz dedik. Odatdagidek metillarni bitta ugleroddan chiqargan holatini tashlab ifodalab olamiz. Mana 2 ta metilni yozdik, 3-chi metilni mana pastdan yozamiz. Bu joyga sig'maydi, chunki mana bu uglerod atomi ayni vaqtda 4 valentli bo'lgan. Mana nomerlash qaysi tarafdan qilinadi, pastdanmi, tepadanmi deyilganda sizga ma'lumki, albatta nomerlash radikallar ko'p bo'lgan tomonda mana 1 2 3 qo'yib nomerlanadi. Va yana tushunarli bo'lishi uchun ushbu moddaning nomini to'liq yozib ketamiz. Demak, birinchi uglerod atomida 2 ta metil borligi sababli 1 1 2 trimetil burchak bo'lganligi sababli siklopropan bo'ladi. Navbatdagi izomerga o'tamiz. 12-chi izomer. Yana uchburchaklikni saqlab qolamiz. Xo'p, e'tibor qiling, 1 1 2 dan so'ng 1 1 3 kelishi kerak edi, lekin bunday izomer yo'q, chunki 1 1 mana buni bu tomonga qo'ysangiz baribir 2 bo'lib qoladi. Endi navbat har bitta uglerod atomiga bittadan metil qo'yib chiqishga qoldi. Demak, 1 2 3 1 2 3 trimetil siklopropan bo'ladi. Demak, bu siklogeksanning oxirgi izomeri hisoblanadi. Mana 12 ta izomeri mavjud ekan. Siklogeksanda yana geometrik izomeri, ya'ni cis-trans izomeriya ham mavjud, lekin bu darslikda berilmaganligi sababli hozircha buni aytmaslik bilan kifoyalanamiz. Endi mana e'tibor qilgan bo'lsangiz, nomlanishi biroz qiyin bo'lgan moddalar nomini keltirgan edik. Endi har bir moddaning nomini to'liq yozib, tahlil qilib o'tamiz. Mana barcha moddalarning nomlarini keltirib o'tdik. Ba'zi adashtiruvchi qismlarini yana takroran aytib o'tamiz. Bularning nomi oson endi. Mana etil siklobutan, bunda 1 etil siklobutan desangiz ham yoki birini aytmasangiz ham bo'ladi. Bu oson ma'lumot. Mana bunda ham nega 1 1 bo'lganligi tushunarli. Bular oson. Mana bunda e'tibor qiling. Mana bu 3 ta uglerod atomidan iborat bo'lgan radikalni biz agar to'g'ri chiziqli bo'lib tarmoqlanmagan bo'lsa propil der edik. Mana propil siklopropan. Mana bu tarmoqlangan holati izopropil siklopropan bo'lgan. Holat ham oson, buni tahlil qilganmiz. Mana bunga e'tibor qiling. Nega aynan bir metildan qo'yilgan, etildan emas? Bilasizki, alkanlar mavzusida ham aytib o'tganmiz. Raqamlash radikal yaqin tomondan deyilgan. Radikal bunga ham yaqin, bunga ham yaqin. Ikkinchi qoida radikali kichik bo'lgan tomondan edi. Mana radikal kichik bo'lganligi uchun metilga 1, etilga 2 qo'yib, 1 metil, 2 etil siklopropan qilganmiz. Aslida mana shu joyda biroz mujmallik mavjud. Xalqaro olimpiadaga yoki chet el universitetlariga
tayyorlanayotgan abituriyentlarimiz, shogirdlarimiz bo'lsa, mana shu joyda qoidada istisno mavjud. Raqamlash tartibida albatta bog'lansangiz, buni qo'shimchalarni ham o'rgatib beramiz. Bu sizning darsligingizga, 10-sinf darsligiga mos ravishda yozildi. Keyingisi e'tibor qiling, mana 1,1,2 trimetil siklopropan, bu oson. 1,2,3 trimetil siklopropan bo'ldi. Yana bir umumlashtiramiz. Izomeriyani yozish tartibi. Demak, halqani sekin qisqartirib boramiz. 6 burchak, 5 burchak, 4 burchak. Mana shu qismiga e'tibor qilsangiz, 4 burchak bo'lganda ikkita uglerod ortib qolgan edi. Avval ikkita ugleroddan iborat bo'lgan katta radikalni, etilni yozib oldik. Darhol metil qilib bo'lish izomeriyalarni oxirigacha yoza olmaslikka sababchi bo'ladi. Mana masalan, ikkita uglerod ortib qolganini bildingizda, darhol mana buni yozib ketsangiz, albatta bu qolib ketadi yoki oxirida yozasiz yoki va hokazo. Mana bu joylardan ham shunaqa kamchiliklarga yo'l qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Endi mana bunda yozib bo'lganingizdan so'ng mana 1,1, so'ngra 1,2, so'ngra 1,3 qilindi. Yo'qligini sezganingizdan so'ng boshqa 4 burchakli 3 burchakka o'tildi. Burchakka o'tilganda uglerodlar soni 3 ta bo'lganligi uchun ortib qolgani 3 tani o'zidan radikal yasalib, mana propil yozildi. Propilni esingizda bo'lsa yaqinda o'tdik. Bundan avvalgi darsda ikki xil izomeri bor edi, propil va izopropil. Propilni ham, izopropilni ham yozib bo'lganingizdan so'ng buni maydalab etil va metil qilib yozish kerak. Mana metil etil. Ikkalasini ham 1,1 ga, so'ngra 1,2 ga, imkon bo'lsa 1,3 ga qo'yilar edi. 1,3 yo'qligi uchun yana maydaladik 3 ta metil qilib. Mana bular yozildi. Tushungan bo'lsangiz, ushbu siklogeksanning izomerlariga taalluqli bo'lgan ba'zi biroz murakkab bo'lgan savollarga o'tamiz. Xo'p, C6H12 tarkibli sikloalkanning barcha izomerlariga taalluqli bo'lgan ushbu 7 ta savolga javob berib chiqamiz. Yanada bilimingiz mustahkamlanadi. E'tibor qiling. C6H12 tarkibli siklobutanlar soni nechta deyilibdi? Umumiy formulasi 6H12 bo'lsin, lekin siklobutan bo'lsin. Bu qanday tushuniladi? Siklobutan deyilganda mana bunaqa 4 burchak holati tushuniladi. Jami 12 ta izomerdan e'tibor qilsangiz mana 1, 2, 3, 4 tasi siklobutan hisoblanar ekan. Demak, birinchi savolga javob 4 bo'ladi. Ikkinchi savolga e'tibor qiling. C6H12 tarkibli bitta radikal tutgan, ya'ni bir dona radikali bo'lish kerak, siklobutan bo'lish kerak. Bu qaysilar? Mana siklobutan, lekin ikkita radikal bor. Bunda ikkita, mana bitta radikal tutgan. Demak, mana shuni o'zi. Javob bitta. Tushundingiz? Takrorlab o'taman mana. Bitta radikal tutgan siklobutan bir dona. Navbatdagisi ikkita radikal tutgan siklobutanlar nechta? Mana bu bitta tutgan. Mana ikkita radikal tutganimi? 1, 2. 1, 2, 3 tasi, demak ikkitadan radikal tutgan ekan. Navbatdagi 4-savolga. C6H12 tarkibli siklopropanlar soni nechta? Ya'ni 3 burchaklar soni nechta desa, e'tibor qiling, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta. Demak, javob 6 bo'ladi. 5-savol. Bitta radikal tutgan siklopropan deyildi. Mana bunda e'tibor qilsangiz ikkita radikal bor. Bitta tutgani bunisi va mana bunisi. Demak, ikkita izomerida bir donadan radikal tutilgan. 6-savol. Ikkita radikal tutgan siklopropan deyildi. Mana ikkita radikal tutgan, mana bu ikkita radikal tutgan. Bular esa 3 tadan. Ikkita radikal tutgani mana bu 9-si va 10-si ikkitadan radikal tutgan. Shu sababli ikkita bo'ladi javob. Xo'p, 7-savolda 3 ta radikal tutgan deyilibdi. Mana 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 tadan radikal tutgani ikkita izomer bo'ladi. Xo'p, e'tibor qilgan bo'lsangiz, mana bu 7 ta savolga javob berish uchun barcha izomerlarni yozib, keyin javob berdik. Bularni yozmasdan ham javob berish mumkin edimi? Albatta mumkin. Shunga taalluqli bo'lgan yana biroz qiyinroq bo'lgan savollarga o'tamiz. Biz siz bilan yuqorida sikloalkanlarning izomeriyasini batafsil ko'rib chiqdik. Ya'ni siklobutan, siklopentan va siklogeksanning izomerlarini yozib chiqdik. Hattoki siklogeksan haqidagi ba'zi murakkabroq bo'lgan savollarga ham javob berdik. Endi o'sha izomerlarni butun hammasini yozmasdan hisoblab topish usullari ham mavjudmi? Albatta mavjud. Shu haqida qisqacha gaplashib o'tmoqchimiz. Masalan, tasavvur qiling, sizga C10
H20 tarkibli sikloalkan berilgan bo'lsin va ushbu sikloalkanning barcha izomerlarini yozing deyilgan bo'lsin. Xo'sh, o'zingiz tushunib turgan bo'lsangiz kerakki, nimadan boshlaymiz? Albatta 10 burchak qilib chizib olinadi, 10 ta burchakli qilib. Undan so'ng 9 burchak, undan so'ng 8 burchak qilib tepasiga etil chiqarib qo'yiladi, chunki 10 ta bo'lishi kerak uglerod. Undan so'ng ular yozib bo'lingandan so'ng 7 burchak qilib tepasiga 3 ta ugleroddan iborat bo'lgan radikal chiqazib qo'yiladi. Va nihoyat 6 burchak, keyin 5, keyin 4 va hokazo shu tartibda ketadi. Masalan, biz 6 burchakli qismini yozmasdan hisoblashni o'rganib ko'ramiz. Xo'p, 6 burchak berilgan bo'lsin. Ya'ni radikal qismiga nima yozamiz? Uglerodlar soni jami 10 ta. Biz bu joyga 6 ta yozdik. 4 ta qoldi. Demak, S4. Ya'ni 6 burchakka navbat yetganda biz mana shunday yozib, S4 lik uglerod 4 ta bo'lgan radikalni izomerlarini yozib chiqamiz. Yoki yana nima keladi xayolga? Buni yozib bo'lganingizdan so'ng uglerodlar soni 3 ta bo'lgan radikal, ya'ni propilmi, izopropilmi yoki mana va yana metil xayolga keladi. Bundan tashqari yana nima keladi? Yana uglerodni agar maydalashtirsak, endi ikkita etil qilib yozish mumkin bo'ladi mana. Xo'p, fikrimni tushundingiz deb o'ylayman. Ya'ni aytmoqchimizki, mana bu moddaning izomerini yozish uchun avval 10 burchak, keyin 9, keyin 8, keyin 7 va 6. 6 ga tushgan holatini ko'ryapmiz, xolos. 7, 8 anaqa qilib o'tirmadik, mana 6 holat. Bundan boshqa vakillari ham bor. Xo'p, mana siklogeksan va tepasida 4 ta uglerod bo'lgan holati. Mana shu moddadan bir necha modifikatsiya, ya'ni izomeriya qilib, buni izomerlarini yozib, buni bir necha turlarini yozib, hammasini qo'shib aytishimiz kerak bo'ladi. Lekin bizning asosiy maqsadimiz mana buni 4 nechtasidir yozib qo'shib chiqmasdan, yozmasdan nechtaligini aytishni o'rganmoqchimiz. Bundan avvalgi darsda esingizda bo'lsa, biz sizga aytgan edikki, radikallarning izomerlarini yodlang deb. Ya'ni propil radikalining ikkita izomeri borligini, ya'ni propil, izopropil, butilda 4 ta ekanligini, ya'ni butil, izobutil, ikkilamchi va uchlamchi butil ekanligini, bunda esa 8 ta izomer borligini aytib o'tgan edik. Mana shularni bilish mana bu izomerlarni yozmasdan hisoblash imkonini beradi. Xo'sh, o'ylab ko'ringchi, nima uchun mana buni izomerlar sonini ushbu kabi yozaman? 4 ta. Mana bu tipdagi izomerlar soni 4 ta bo'ladi. Xo'p, nega unday? Tepada e'tibor qilgan bo'lsangiz S4, mayli oxirigacha yozib qo'yamiz. H9 bo'lgan holatida nechta bor deyilsa, 4 ta deymiz. Tushungan bo'lsangiz kerakki, e'tibor qiling. Mana siklogeksan 6 burchak. Uning tepasida S4 H9 chiqib turibdi. Biz o'sha qismini modifikatsiya qilib o'zgartiramiz. Avval butil, keyin izobutil, keyin ikkilamchi, keyin uchlamchi. Mana 4 ta bo'ldi. Xo'p, tushunmaganlar uchun tezroq yozib o'tib ketamiz. Xo'p, mana shu 4 ta deyilganda aynan mana shu narsalarni nazarda tutgan edik. Ya'ni yozmasdan xayolda mana bu 4 ekanligidan bilib oldik. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Mana bu kabi, mana shu ko'rinishdagi izomerlar soni nechta? Men 8 ta deyman. Nega 8 ta ekanligini o'ylab ko'ring. Tahlil juda ham oson. Mana e'tibor qiling, tushunishingiz uchun chiroyli qilib namuna keltiramiz buni. S3 H7 bo'lgan holatda ikkita izomer bor. Mana ikkitaligini aytib ham qo'ygandik. Propil va izopropil. Mana propil bo'lgan holati bo'lsin va izopropil bo'lgan holati bo'lsin. Shunda
Metil mana bu tagidan chiqadi. Yoki mana bu holatdan chiqishi mumkin. Bu holatdan chiqishi mumkin va mana bu holatdan chiqishi mumkin. E'tibor qilingchi nechta bo'ldi mana. 1 2 3 4. Ya'ni tepasiga propil ildirib qo'yganingizda metil yonidan chiqadi, so'ngra pastdan va hokazo 4 ta holat. Endi izopropil bo'lganda mana bu joydan metil chiqadi, bu birinchi holat. Mana bunisidan chiqsa ikkinchi, bundan chiqsa uchinchi, pastdan chiqsa to'rtinchi, bundan ham 4 ta. Demak, umumiy 8 ta deb shuni aytganmiz. Xo'p, endi xayolda bu qanday amalga oshirildi? Buni chizib chiqdimmi yoki oddiy hisoblash qildimmi? Oddiy hisob qilindi. Qanday? E'tibor qiling, hisobi juda ham oson. Propil radikalining xili qancha? Mana bu radikalni 2 xil. To'g'rimi? Demak, metil radikalni joylashishi mumkin bo'lgan joylari nechta? 4 ta joyda. Mana bu birinchi joy mana. Ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi joy. Metil radikalni 4 ta joyga qo'yish mumkin, tepasi 2 xil. Mana shu 4 ni ko'paytiramiz. Mana buning xili bo'lgan 2 ga. Bo'ldi, 8 xil deb osongina aytamiz. Ya'ni har birini yozib o'tirmasdan. Endi pastdagini o'zingiz o'ylab ko'ringchi, nechta bo'ladi? 4 ta. 4 ta deganlar albatta to'g'ri topishdi. Mana 4 ta deymiz. Xo'sh, endi nega 4 ta? Mana bu etil radikali, mayli vodorodini yozib ketaman. Etil radikali, etil bo'lgan holatida etilni o'zi bitta xili bor. Mana yozmaganmiz bitta. Mana bu etillarni bu yoqqa bitta qo'ysangiz bitta izomer, bunga qo'ysangiz 2, 3, 4 bo'ladi. Demak, 4 tagina deymiz, oson. Ya'ni 1,1 dietil, 1,2 dietil, 1,3 dietil va 1,4 dietil bo'ladi. Endi tushungan bo'lsangiz, ya'ni qisqartirib yozishni, mana bularni yozmasdan 4, 8 va ana 4 ni aytishni o'rgangan bo'lsangiz, shuni o'zi kifoya qiladi. Endi mana bu savolga javob berib ko'ringchi. Savolga diqqat qiling. S10 H20 tarkibli tarkibida bitta radikal saqlagan siklogeksanlar soni nechta deyilgan? Tarkibida bitta radikal bo'lsin, siklogeksan bo'lsin, ya'ni 6 burchak bo'lsin deyildi. Siz nima qilasiz? Bularni yozib o'tirmasdan dastavval 6 burchak yozib olasiz va tepasiga ortib qolgan uglerodlarni 10 ta bo'lish kerak edi. Ortib qolgan uglerodni yozasiz. Mana bularni yozmasdan oddiygina 4 ta deb qo'yasiz, chunki buni 4 ta radikali bor. Navbatdagi savolga e'tibor qiling. S10 H20 tarkibli ikkita radikal saqlagan siklogeksanlar soni nechta? Ikkita radikal saqlasin, siklogeksan, ya'ni 6 burchak bo'lsin. Mana 6 burchak yozasiz. Ikkita radikal qilasiz. 10 tadan 6 burchakni ayirsangiz 4 qoladi. 4 ta uglerodni ikkita radikal qilish mumkin. Metil va propil, etil va etil. Metil va propil bo'lgan holatida nechta deyilsa, xayolda hisoblaysiz. Propilni o'zi 2 xil, metilni 4 ta joyga qo'yish mumkin. Propilni 2 xilini metilni qo'yish mumkin bo'lgan joylar soniga ko'paytirsangiz 8 chiqadi. Endi bunga 1 xil, birni ko'paytiramiz 4 ga, yana 4 chiqadi. Demak, S10 H20 tarkibli ikkita radikal saqlagan 6 burchakli izomerlarning umumiy soni 8 plus 4, 12 ta bo'ladi. Xo'p, yana ham tushunarli bo'lish uchun yana bir nechta misollarni e'tiboringizga havola qilaman. Masalan, S10 H20 tarkibli 5 burchakli bitta radikal saqlagan izomerlar soni nechta deyilsin? Siz albatta 5 burchak mana chizib olasiz. Siklopentan. Bitta radikal bo'lsin deyildi. Mana 10 tadan 5 ta burchakni ayirsangiz 5 qoladi. Demak, bu S5H11 radikali ekan. Xo'sh, mana shunday moddalar soni nechta? O'ylab ko'ringchi. 8 ta deganlar albatta to'g'ri topishdi. Nega deyilsa,
Mana bu beshburchak o'zgarmaydi. Siz tepada pentil radikalini modifikatsiya qilib har xil turlarini yozib ko'rsangiz 8 ta chiqadi. Bu haqda aytgan edik. Yoki keyingi savol. S10 H20 tarkibli ikkita radikal saqlagan 5 burchakli izomerlar soni nechta deyilsin, ya'ni siklopentanli izomerlar. Siz ikkita radikal qilmoqchisiz. Xo'p, u ikkita radikalni qayerdan qanday hosil qilamiz? 10 tadan 5 burchakni ayirsangiz, yana 5 qoladi. 5 dan 2 ga bo'lib berasiz. Mana butil va metil ko'rinishda. Tushundingiz deb o'ylayman. Xo'sh, mana shunaqa ko'rinish nechta? Hisoblab turing. Yana bir nechtasini yozib olamiz ungacha. Bundan tashqari ikkita radikal saqlagan yana qanday turlari bo'lishi mumkin? Mana aytmoqchi bo'lganim, butil va metildan boshqa yana qanday bo'lishi mumkin? Umumiy 10 ta bo'lishi kerak. 5 ta yozganmiz. S3, H7 va etil. Va hokazo. Xo'sh, hisoblab ko'rdingizmi? Bundan nechta ekan? Juda ham oddiy. Mana bu metilni qayerlarga qo'yish mumkin? Mana bu joy birinchi joy. Bunga qo'yish mumkin 2, bunga qo'yish mumkin 3. 3 ta joyga qo'yish mumkin. Mana bu S4H9 ning o'zi necha xil? Esingizda bo'lsa, 4 xil degan edik. Ya'ni mana. Butil bo'lganda 3 ta joyga qo'yasiz. Izobutil bo'lganda yana 3 taga qo'yasiz. Ikkilamchi butil 3 ta, uchlamchi butil yana 3 ta qo'yasiz. Jami 12 ta bo'ladi. Lekin buni oddiy hisob bilan aytgan edikki, mana bu 4 ni ko'paytiramiz. Mana bu metillarni qo'yish mumkin bo'lgan joylariga. Demak, 12 chiqadi. Mana bu holatda nechta deyilsa o'ylab ko'ringchi. Etilni nechta joyga qo'yish mumkin? 1, 2 va 3 ta joyga qo'yish mumkin etilni ham. Propilning xillari nechta? Propilning xillari sizga ma'lumki, bor yo'g'i 2 xil. Propil va izopropil. Demak, nechta ekan? 6 ta. To'g'ri? Ya'ni mana bu 2 ni ko'paytiramiz. Qo'yish mumkin bo'lgan joylar ro'yxatiga. 6 ta. Xo'sh, xulosa. S10 H20 tarkibli 5 burchakli ikkita radikal saqlagan izomerlar soni 12 ta va 6 ta. Umumiy 18 ta ekan deymiz. Agar tushungan bo'lsangiz, hoziroq ushbu savollarga javob bering va video ostidagi izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Biz albatta uning to'g'ri yoki xatoligini aytib, mavzuning keyingi qismiga o'tamiz. Yuqoridagi topshiriqda berilgan savollarning ba'zi birlariga javoblarni aytib o'tamiz. Shunda o'zingiz qilgan xatolarni ko'rib, balki to'g'ri ekanligini ko'nglingiz tasdig'ini topib, xotirjam bo'lib, bilimingiz yanada mustahkamlashadi degan umiddamiz. Unda e'tibor qiling. Birinchi savolida aytilgan ediki, S9 H18 tarkibli bitta radikal saqlagan siklogeksanlar soni nechta deyilgan edi. Siklogeksan deyilganligi uchun 6 burchak chizdik. Bitta radikal bo'lsin deyildi. Bitta radikal bo'lishi uchun nechta uglerod ortib qoldi? 3 ta. Demak, S3H7 deb yozib olamiz. Xo'p, nechta deb javob berdingiz? 2 ta deganlar hamma to'g'ri javob bergan. Nega deyilganda, tepadagi S3H7 propil bo'lishi mumkin yoki izopropil bo'lishi mumkin. Keyingi savolga e'tibor qiling. S9H18 tarkibli ikkita radikal saqlagan siklopentanlar soni nechta deyilgan edi? Demak, siklopentan bo'lishi kerak. Mana 5 burchak chizib oldik. Ikkita radikal bo'lsin deyildi. Umumiy formula S9H18. Ya'ni nechta radikal uglerod ortib qoldi? 4 ta. Ya'ni 4 ta ugleroddan foydalanib, ikkita radikal yozib olishimiz kerak. Birinchisi metil yozib olaman. Xo'sh, nechta uglerod ortib qoldi? 3 ta. Demak, propil yozib olaman mana. Buni sonini aytamiz.
Yana bitta vakilni yozib olaylik, shunga qarab tahlil qilaverasiz. Xo'p, buni yozishimizdan maqsad ikkita radikal saqlagan siklopentan aynan bu emasda, yana bor. Shu sababli keyingisini yozdik. Xo'p, avval metil yozgan edik, endi etil yozdim mana. Xo'p, nechta uglerod ortib qoldi? 9 ta edi. Shundan 5 tasi halqada, 2 ta bu yoqda yozdim. Yana 2 ta qoldi. Endi buning va buning sonlarini hisoblab qo'shib qo'ysak, to'g'ri javob kelib chiqadi. Bunda nechta degan edingiz? 6 deganlar to'g'ri aytishgan. Xo'sh, nega 6 ta bo'ladi? Endi mana bu radikal, ya'ni propil radikalini ikki xil ekanligini avval ham aytgan edik. Bu radikal ikki xil. Metilni nechta joyga qo'yish mumkin? Mana shu turgan joyi bitta hisoblansa, mana bu ikkinchi, mana bu uchinchi joy. Bu yoqqa qo'yib bo'lmaydi, chunki bular o'xshab qoladi. Metilni 3 ta joyga qo'yish mumkin, propilni o'zi 2 xil. Demak, mana shu 2 xilni mana bu qo'yish mumkin bo'lgan metilning joylari soniga ko'paytiramiz. 2 ko'paytiramiz 3, shunda 6 deganmiz. Agar 6 degan bo'lsangiz, albatta to'g'ri. Keyingisi, mana bu etil. Etil bu bir xil, boshqacha xili yo'q. Demak, birni ko'paytirishimiz kerak nechidirga ham. Etilning joylari, qo'yishingiz mumkin bo'lgan joylari nechta? Mana bu o'zi turgan joy bitta, keyingisi 2, bu uchinchi joy. Ko'paytiramiz 3 ga. Demak, 3 xil ekan. Ya'ni 3 ta. 6 ta va 3 ta. Demak, S9 H18 tarkibli ikkita radikal saqlagan siklopentanlar soni 9 ta. 6 plus 3. Ushbu savollarga taalluqli bo'lgan bir qancha savollar uyga vazifa sifatida sizga beriladi. Yanada bilimingizni mustahkamlab olasiz. Avvalgi darslarimizda aytib o'tganimizdek, organika, ya'ni organik kimyo fanini shunchaki ko'rib o'rganib bo'lmaydi. Ushbularni tushundingizmi? Qayta yozavering. Tushunmasangiz ham yozavering. Albatta inshaalloh tushunib ketasiz. Mavzuning keyingi qismiga o'tamiz. Endi sizlar bilan sikloalkanlarning fizikaviy xossalari va ba'zi vakillarining ishlatilinishini ko'rib chiqamiz. Sikloalkanlarning fizikaviy xossalari alkanlarniki juda ham o'xshaydi. Dastlabki ikkita vakili, siklopropan va siklobutan, odatdagi sharoitda gaz hisoblanadi. Qolgan vakillari suyuq va borgan sari qattiqlashib va qattiq vakillariga o'tib ketadi. Sikloalkanlar xuddi alkanlar kabi molekulyar massasi ortib borishi bilan ularning qaynash va suyuqlanish temperaturalari ortib boradi. Endi ishlatilishiga keladigan bo'lsak, sikloalkanlarning juda ham ko'p vakillari ko'p sohada ishlatilinadi, lekin darsligingizda berilgan ma'lumot bilan cheklanamiz. Masalan, siklopropan narkoz sifatida ishlatiladi. Shuningdek, sikloalkanlarning galogenli hosillardan biri bo'lgan geksaxlor siklogeksan hasharotlarga qarshi insekitsid sifatida ishlatilinadi. Ushbu ma'lumotlarni daftaringizga yozib, yodlab olishingiz tavsiya qilinadi. Yana ba'zi ma'lumotlarni aytib o'tmoqchimizki, sikloalkanlar juda ham oson mavzu. E'tibor qilgan bo'lsangiz, faqat mavzuning o'rta qismida biroz qiyinday tuyuladigan qismi mavjud edi, ya'ni izomerlar sonini yozmasdan hisoblash. Endi odatda birinchi marta organik kimyo o'qiydiganlar birdan moslashib ketishga qiynalishadi. Lekin albatta o'rgansa bo'ladigan, unaqa qiyin emas. Maydalab tushuntirishga harakat qilindi. Ushbu videoning aynan o'sha qismini qayta ko'ring. Bundan tashqari videoni boshidan oxirigacha eng kerakli ma'lumotlarni daftaringizga konspekt ma'lumot sifatida, ma'ruza sifatida yozib olishingiz tavsiya qilinadi. Keyingi darsda ko'rishguncha salomat bo'ling.